Hech payqaganmisiz, agar bola uxlamoqchi bo'lsa, quloqlarini tortadi yoki ishqalaydi. Birinchi qarashda bu oddiy yoki tasodifiy harakat kabi ko'rinishi mumkin, lekin aslida u mantiqsiz emas. Bolalar juda sezgir va intuitsiyaga ega. Quloqni tortish yoki ishqalash orqali ular ajoyib ish qiladilar. Bu vagus nervni stimulyatsiya qiladi. Bu nerv miya bilan ko'plab muhim organlarni bog'laydi va tananing tinchlanishida muhim rol o'ynaydi. Yengil ishqalash yoki quloqni tortish parasimpatik nerv tizimini faollashtiradi. Aynan shu tizim dam olish, bo'shashish va tiklanish uchun javob beradi. Shunday qilib bolangiz aylanib quloqni ishqalayotganda, u o'zini tinchlantirishni boshlagan va uxlab qolishga tayyorlanmoqda. Bu faqat qiziq ma'lumot emas, ushbu ishoralardan siz bolaning uxlashga tayyorligini bilishingiz mumkin. Agar bola quloqlarini juda faol tortsa yoki ishqalasa, bezovta bo'lsa, demak siz uxlash oqimini o'tkazib yuborgansiz va bola haddan tashqari charchagan yoki hayajonlangan. Shuning uchun uxlash rejimini kuzatish va stressni kamaytirish juda muhim. Bu holda bola tinch va osongina uxlashi mumkin bo'ladi.